soat 9-10 dan boshlab 3-4 gacha uyqungizni qilib oling. Demak, mana uyqu haqida gapirdik. Keling, uyqu haqida qisqacha yana to'xtalamiz deb bu temani yopamiz. Bo'ldi. Chunki qarang, uyqu haqida gapirganman. Kommentariyalarda o'qidim, xursand bo'ldim. Shu 8 milliontadan oshiq prosmotr bo'lgan video bor. Shu yerda kommentariyada men uyqumni to'g'irladim videongizdan keyin juda zo'r natijalar oldim. Rahmat deb yozganlar bor. Haqiqatdan ham uyqungizni to'g'irlang. Baraka topkur. Mana uyqusi yo'q, qiynalganlarni tushunamiz. Doktor masalan, kelsanglar biz uyqungizni to'g'irlab beramiz agar uyqingizda muammo bo'lsa. Lekin muammo yo'q. Bordi bo'sh, soat masalan 9 da bo'shagan. Lekin telefon o'ynab yotadigan, ko'chaga chiqib ketadigan odamlarga men tavsiya beraman. Bu shunaqangi keyinchalik asorat beradi. Siz uyqungiz noto'g'riligi, kech yotishingiz, uyqudan to'liq foydalanmasligingiz hozir bilinmasligi mumkin. Lekin ishoning, kelajakda sizni juda ko'p asoratli holatlarga olib keladi. Shuning uchun uyqudan to'liq foydalanish kerak. Yana o'sha qaytaraman gapni. Soat 9-10 dan boshlab 3-4 gacha uyqungizni qilib oling. Ishingiz bo'lsa, mana ertalab turingda 4 dan keyin ish qilmaysizmi? Jimjit bo'ladi, hamma uxlayotgan bo'ladi. Lekin o'sha aynan shu vaqtda uxlashga harakat qilish kerak bo'ladi. Undan keyin ham uxlaversangiz mayli, lekin ertaroq yotishga harakat qiling. Maqsad shu. Buning uchun uyqu mavzusini qisqacha yopamiz.